Marg'ilonni sentridan, Sumdi yonidan 2,5 sotixli 4 xona pashti podvali bilan 5 xona uy sotuvga qo'yildi. Siz bilan bitta video obzorini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshikdan, asosiy darvozadan kirishimizga mana shunaqangi yo'lak qilingan, o'n tepasi yopilgan. Xo'p, kirishimizga asosiy mana chap qo'lda kottej forma qilib solingan. Mana kirishimizga bu yerda bitta zal aka. Bitta oila yosh kelin-ku bemalol yashasa bo'laveradi. Bu tomonida mana asosiy zaldan o'tishimizga bu yerda mana spalnisi, aboylari yopishtirilgan. Bu xonadonlarimiz hammasi to'liqligicha to'pli pol qilingan. Xo'p, keyin bu videoda ko'rinayotgan barcha mebel texnika, televizor hamma yo'g'i shunda qoladi. Xo'p, mana bunisini ichida o'zini sanuzeli bilan birga. Xo'p, mana bu xonadonimizdan, bu xonamizdan chiqishimizga endi mana yo'lak bo'lib kelamiz. Kelishimizda bu tomonida o'ng qo'lda mana bitta oshxona. Oshxona, suv svetlari kirgan. Svet montaj, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Endi bu yerda gaz bor, faqat propanda. Bu tomonida mana tashqi tomondan hojatxonasi, sanuzeliga joy yo'laq tashab ketilgan. Xo'p, endi mana bunisi chiqishimizga bu yerda bitta o'zini tashqi tomondan hammom qilingan ekan. Bu aristonlari qo'yilgan. Chiqdik. Yo'lak bo'limiz kelishimizda to'g'rida mana oyoq taglari ruchka qilingan. Bu tomonida bitta spanis. Mana garnitur, divan kreslo hamma yo'qlari qoladi. Xo'p, mana ko'rinishi mana shunaqangi chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Mana o'rtada bitta ziloniy zonaga joy ajratilgan. Xo'p, endi keldik. Mana bu xonamizning yonida yana bitta xonasi bor. Mana bu xonamizni ham oyoq taglari to'pli pol bo'lgan. Hamma mebellari kelishilgan holatda qoladi bunisi. Bu xonamizni tagi to'liqligicha podval. Xo'p, manzilimiz Marg'ilon shaharda, sentrda, muzey, sum hamma yo'q, yaqiningizda bo'ladi. Kommunikatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Gazi bor, faqat propanda. Xo'p, xonadonlarimiz hammasi to'liqligicha to'pli pol bo'lgan. Ayrim jihozlari bilan birga sotilyapti. Narxini 48 mingga baholandi. Endi bitta kelib ko'ring. Yoqsa, yana ham tushib beradigan joy bor.